Assalomu alaykum aziz muxlis. NATO Ukrainaga harbiy yordam miqdorini e'lon qildi. Rossiya tomonidan harbiy tajovuzga uchragan Ukraina AQSh prezidenti Donald Trampning tinchlik tashabbuslariga qaramay NATOning harbiy yordamiga umid qilishni davom etishi mumkin. Uning aytishicha, Ukraina ittifoqchilari mamlakatga 20 milliard yevrodan ortiq xavfsizlik yordamini ko'rsatishga va'da berdi. Joriy yilning dastlabki 3 oyida ittifoqchilar allaqachon 2025-yilda Ukrainaga 20 milliard yevrodan ortiq xavfsizlik yordamini ko'rsatishga va'da bergan, deydi bosh shtab kotibi. Shuningdek, Grutsiya harbiy yordamni Germaniyaning Visbaden shahridagi qo'mondonlik orqali davom ettirilishini tasdiqladi. O'tgan yil ittifoqchilar 12 oy davomida Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun 50 milliard yevroga yaqin mablag'ni safarbar qilgan. Ammo Trampning tinchlik tashabbuslari fonida AQSh Kiyevni o't ochishni to'xtatishga majburlash uchun harbiy yordamni keskin qisqartirish mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Shunga qaramay, AQSh hozircha Ukrainaga qurol yetkazib berishda davom etmoqda.